Yapon tilida Uyg'ur majburiy emgaki tasvirlangan tunji karton filmi diqqat qo'zg'adi. Aprelning yetib kelishi bilan Uyg'ur majburiy emgak masalasi yapon tilida tushuntirilgan bir karton film ijtimoiy to'r supullarda tarqalib, ko'rormanlarning diqqatini tortdi. Bu tunji qitim yapon tilida Uyg'ur majburiy emgaki to'g'risida ishlangan film bo'lib, u yangicha uslubi va ovozliq tushuntirishlar bilan jalbkorligini oshirgan. Bu filmda Temu va Shein qatorli Xitoyning arzon mos etish torbatlarining zavodlarida majburiy va qul holatida ishlayotgan Uyg'ur ishlamchilar tasvirlangan. Mazkur karton film Turkiyadagi Sharq Turkiston inson haqlari kuzatish jamiyati tarafidan yaqinda moda bo'layotgan Yaponiya Ghibli studiyasining sun'iy aql app detaldan foydalanib ishlangan. 2017-yildan beri Xitoy hukumatining Uyg'urlarni majburiy emgakka silishi bir xalqaro masalaga aylangan bo'lib, Amerika va Yevropadagi demokratik davlatlar bu masalaga o'rtaq ko'ngil bilmoqda. Amerika hukumati 2021-yili Uyg'ur majburiy emgakining oldini olish qonunini ma'qullab, Uyg'ur rayonida ishlab chiqarilgan mahsulotlarning Amerika bozoriga kirishini cheklagan edi. Yevropa Birligi, Angliya va Kanada hukumatlari buningga qarshi tadbir qo'llanishga tirishmoqda. Xinjiang paxtasi va sho'xlisining g'arb korxonalarining mahsulotlarida bayqilishi xalqarada g'ulg'uli qo'zg'ab, Yaponiyadagi Uniqlo qatorli g'arbning dangliq kiyim-kechak shirkatlari Uyg'ur paxtasini sotganligi uchun ayblangan edi. Uniqloning bosh ijroiya direktori bultur noyabrda buni inkor qilib, biz Xinjiang paxtasini ishlatmaymiz degan. Natijada Xitoy tashqi ishlar ministrligi Uniqloni ayblagan edi.